Sen oyday uzoqsan malagim, Amirqul po'lkam. Patifon G'afurjonning hikoyasi. Bolalik ekanda patifon qo'yib, tunlari musiqa tinglardik. Go'yo o'zimizcha shoir bo'lib ketib, dunyoni qo'shiq deb anglardik. 4 tami, 5 tami qartaning zamonaviy edi faqat bittasi. Bizning sevganimiz nuqul o'sha edi. Xalq qo'shig'i edi qolgan 4 tasi. Faqat shu 4 qartani qo'yardi onam. Ukalarim o'ynardi quvlashib. Opam bilan ikkalamiz nuqul sho'xrog'idan bo'lsin derdik chuvalashib. Siniq jilmayardi boshimizni silab, ammo urushmasdi onamiz. Choshgohu navoning jarangi bilan to'lib turar edi xonamiz. Endi onamiz yo'q. Bizlar ulg'ayib. Ko'p narsaning ko'rdik tusini. Agar menga qolsa, hozir qartalarining tanlardim eng qadimgisini.